Bu yakshanba hasharga hamma tayyormi? Biz ham tayyormiz. Biz bu yakshanba shu qabristonni tanladik. Hech qachon bu qabristonda hashar bo'lmagan. Kuz paytlarida, qish paytlarida tovutni mayitni olib kelishganda loy asfaltlari ham yo'q. Biz bu hasharni noodatiy qilyapmiz. Biz bugundan o'sha ishlarni boshladik. Yakshanba kuni hasharimiz kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar videoni oxirigacha ko'ring. Darvoza zakaz qildik. Ertaga Namangandan darvozamiz keladi. Mana bu yerlarni hammasini asfalt qilamiz. Ichkarida o'sha asfalt ishlari boshlandi. 700 kvadrat joy ekan. 700 kvadratga biz 7 ta mashina, mana bu videoda yoki men kadrlarda esingizda bo'lsa, masjidga chaqirtirgan beton mashinalarimizda beton ertalab keladi. Biz yakshanba kuni o't o'rishga kelmoqchi bo'lgan hasharchi aka-ukalarimiz uchun mana shu maydonda o'sha beton ishlarini, mana uravnение ishlarini o'sha ustalarni chaqirdik. Ustalar jamoasiga rahmat. 25-30 millionlik xizmat haqqiga 15 milliongina xizmat haqqi kelishdik. Ya'ni ular o'sha bugun ertalabdan o'sha boshlashgan. Mana shu shag'allarimizni uravnini to'g'rilashyapti. Mana bu yog'ini ko'rishingiz mumkin. Mana shu pastgacha qabriston. Ertaga soat 8 da birinchi beton mashinamiz keladi do'stlar. Mana shu polniy, mana shu yerdan yo'lak, hech qachon yo'lak bo'lmagan. Tovutni qishda olib kelishganda, loyda olib kelishganda ko'p marta odamlar o'sha loyga botib qolgan holatlar ham bo'lgan ekan. Xullas maqsad qanaqa? Ertaga shanba kuni ertalabdan betonimizga yerimizni mana tayyorlayapmiz. Yakshanba kuni sizlar hasharga kelishingizga tayyor qilib, mana bu joyda shu ovqatlanib dam oladigan joy qilib qo'ymoqchimiz va biz sizlar bilan yakshanba kuni mana shu hozir yaqinlashtirib ko'rsatamiz. O'sha yerda qaranglar. O'ni o'sha maydon hammasi 7 gektar, 7,5 gektar o'rtacha qabriston. Ularni o'tini o'ramiz. Xudo xolasa sizlar kelishingizga men shu joyni men beton qildirib qo'ymoqchiman. Endi usta haqqiga hissa qo'shadiganlar marhamat, bemalol. Kecha juda ko'p odam aytdi, aka, biz masofadamiz, bemalol qilavering. Betonni mendan bir qop sementga bo'lsa ham yoki o'sha usta haqqiga bo'lsa, nimasiga bo'lsa ham hissa qo'shmoqchi bo'lganlar kartlarni qo'shib qo'yaman. Yakshanba kuni ertalab soat 7 da hashar. Bu lokatsiyani topishingiz sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Hozir kadrlarni qo'yaman, qaranglar. Telegram kanalimga qo'ygan kadrda, ya'ni lokatsiyada tutqator joyiga kelib to'xtaydi lokatsiya. Tutqatordan iyag'iga men bu kadrga ahamiyat beringlar. Mana men o'zim haydab kelyapman mashinani. Shu tutqator tugaganda katta simyog'och bor. O'sha simyog'ochdan chapga yurasiz. Mana videoda qo'yganman. Chapga yurganingizda mana arka chiqadi, arka. Arkadan o'tsangiz mana shu qabristonimiz darvozasiga kelasizlar. Xullas kalom, yakshanba katta hashar, hurmatli aka-ukalar. Hammalarni kutaman. Albatta erta kech payti yana bitta video qo'yaman, eslarga tushirish uchun. Xullas shunaqa gaplar. Ustalar o'sha ishni boshlashgan, mana ko'ryapsizlar, uravnga chiqarishyapti. Uravnga chiqarib turib, mana shu maydonni oxirigacha uravnga chiqarib, donkalarimizni, toshlarimizni tekis qilib to'kishadi. Ertalab arqon tashab shayton bilan biz kuni bilan ertaga bu yerda o'sha bo'lamiz. Sizlar bo'lmaysizlar, hasharchilar. Hasharchilar yakshanbaga kelasizlar. Biz o'zimiz ustalar bilan, o'zim o'rtoqlarim bilan, komanda bilan bu yerda xudo xolasa beton ishlarini hech qachon beton bo'lmagan ekan. Kimlarga iltimos qilishmagan ekan. Hech kim qilib bera olmagan ekan. 7 mashina beton ham ozmuncha pul turmaydi, bilasizlar. Shu rasmdagi suratdagi beton mashinka keladi. Esoramon katta mashinamiz kirib olsa bo'ldi maydonga. Xullas, bu qabristonda darvoza yangilanadi, beton bo'ladi hamma joyi. Go'rkovga, qabr kovlashga asbob uskunasi yo'q ekan, uni olib beramiz. Va ilojini qilib, mana shu joyini ham yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Mana shlaka blokni shuvog'ini ham qildirib berishga harakat qilamiz. Albatta buni hammasi juda katta sarmoya talab qiladi. Hali hasharchilarning osh-ovqati bor, boshqasi bor. Kim mabodo masofada kela olmaydiganlar bemalol hissa qo'shsalar bo'ladi albatta. Mana shu hammasi mana shu joyi obod qilish uchun qilinyapti. Yakshanba ertalab soat 7 da katta hashar lokatsiyasi Telegram kanalimda, Telegram kanalim silkasi storisida turibdi. Hammalarni kutaman. Biz esa bugun va erta hasharchilik kelguncha qiladigan ishimiz juda ko'p. Rahmat.